أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 15. para Sura Bani İsrail Isra Mekke'de nasıl bolğan 111 ayet Nahit şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah barcha nuqsondan pokdir. U Muhammad alayhissalomga qudratimizning dalillarini ko'rsatish uchun bandasini, ya'ni Muhammad alayhissalomni bir kechada Masjidi Haromdan atrofini barakatli qilgan Masjidi Aqsoga elib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Musaga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homiy, ya'ni parvardigor qilib olmanglar dedik. Biz Nuh bilan billa kemiga tushirganlarning avlodlari. Ajdodlarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qilguvchi banda edi. İsrail avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda Falastin ziminda cho'qim 2 qatim buzg'unchilik qilasizlar va zulm qilish bilan Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'limu hadlardan eshib ketisizlar deb vahiy qildik. Birinchi qatimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchli mantillarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ldirish, bulang-talang qilish uchun uylarni aqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishga oshadigan va'da edi. Ondan, ya'ni tavba qilganlardan keyin sizlarning ulardan ustunliklarni asliga keltirdik. Ya'ni dushmanlarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. Isroil avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliklar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglarmi o'zinglar uchundir. Ikkinchi qatimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda dushmanlarning har qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi uchun ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qatimda kirgandek kirib uni xarob qilishi uchun ishg'ol qilganligi yerni vayron qilishi uchun ularni biz avatdik. Agar tavba qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mo'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar berdi. Yana mo'minlarga xush xabar berdiki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. Inson o'ziga va bola-chaqalarga xayrli duo qilgandek, ochiqqa kelganda badduo qiladi. Inson oldiranqudir. Kecha bilan kunduzni kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan 2 alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib o'tdik. Parvardigoringlarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sa'yi harakatda bo'lishinglar uchun kecha bilan kunduzning almashishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yorug'lik qildik. Dinni va dunyoviy ishlarning hammasini tafsiliy bayon qildik. Har bir insonning amalini uning bo'yniga esib qo'yamiz. Ya'ni insonning qilgan har qanday amali xuddi bo'yinchoq bo'yindan ayrilmaganidek, uningdan hargiz ayrilmaydi. Shuningga yarasha jazo berildi. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni ochiq ko'radi. Uningga nomi amalingni o'qigan. Bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Kimki hidoyat topadi ekan, hidoyat topganligining foydasi uning o'zi uchundir. Kimki ozid ekan, ozg'inlikning ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam yana bir odamning gunohini ustiga ololmaydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q.
birər şəhər alisini halak qılmaqçı bolsaq, onundaki dövlətmən adamlarni bizga itaat qilishga buyuruymiz. Ular itaat qilmay pisqi fasad qiladi da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlaganini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydigan va mo'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladigan, bundoq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkilisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi. Ularning ba'zidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Unda qilsang Allohning dargohida ayblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga o'g'oy demagin, ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zlim qilmagin. Ularni dushkanlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichigimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgin degin. Parvardigoringlar bilinglardikini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatoliginglarni kechiradi. Alloh haqiqatan tavba qilib turg'uvchilarni mag'firat qilguchidir. Tuqqanga, miskinga, ibn sabilga xayr saxovatdan haqqini bergin. Pul meningni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagin. Isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigoriga to'liq kufrni ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nasil bo'lgandan keyin ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga beradigan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagin, ya'ni bexillik qilmagin. Qo'lingni to'liq ichib atmagin, ya'ni isrof qilmagin. Unda qilsang, pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolasan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh haqiqatan bandlarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kambag'allikdan qo'rqib, bolalarni o'ldirmanglar. Izohat: Jaholiyat davridagi arablar namrodlikdan qo'rqib yoki nomus qilib qizlarni o'ldirib tashlaydi. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ldirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Nahaq odam o'ldirmanglarki, Alloh nahaq odam o'ldirishni harom qildi. Kimki nahaq o'ldirildigan qotildan qisos elish ya diyat elish ya kechirim qilish huquqini o'ldirilguchining egisini qo'lida qildi. Egisi qisos elishda chekdan ishib ketmasin, ya'ni qotildan g'ayrini o'ldirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ldirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ldirilguchining egisiga Alloh haqiqatan madadkordir. Yetimning belini toki u balog'atga yetganga qadar yetimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilgan qilmaganlik ustida albatta so'roq qilinsizlar.
Sizlar boshqalarga ochliq qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozida tartib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir. Oxiratdagilar uchun texmi obdandir. Bilmaydigan narsanga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z, dil, ya'ni sezgi a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilindi. Sen zaminda mag'ruran yurmagin. Akaburliqdan oyog'ing bilan yerni teshib etolmaysan. Har qancha gedagining bilan egizlikda tog'larga tanglisholmaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan, Allohning rahmetidan qo'g'langan holda jahannamga tashlansan. Acaba Alloh sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Izohat: bu farishtalar Allohning qizlari deguchilarga qartilgan. Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Ularni ibrat olsin deb vaz nasihatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatan texim yaroqlashmoqda. Mushriklar aytgandek, Alloh bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arsh egisi Alloh ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l istagan bo'ladi. Alloh pokdir. Ularning bo'hton so'zlaridan yuksak darajada oliydir. Yetti osmon zamin va ulardagi maxluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madhiyasini sezmaysizlar. Alloh haqiqatan bandlariga halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydigan mushriklarga Qur'onni o'qigan chaqingda ular bilan sening orangda yoshirin parda paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardildik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular urkib qochib ketadi. Tilovatingga ularning nima uchun, ya'ni masxar uchun quloq soldiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni ting'ishigan chaqlarida sening to'g'ringda pichirlashadi. Ayni vaqtda zolimlar mo'minlarga sizlar faqat sehrlangan odamgala aygishyapsizlar deydi. Ularning sening to'g'ringda birdam sehrgar, birdam shoir va birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundaq bo'htonlarni choplash bilan osdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Mushriklar: biz quruq so'ngak va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdi deyishidi. Sizlar tosh yoki to'mir yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tiriltiradi. Ular: bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degin. Ular sana başlarını langıştib, u qachon bo'ladi deyishidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamdi aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozgina turgandek o'ylaysizlar. Badlarim aytganki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubsizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Alloh sizlarni obdan biladi. Xolisa sizlarga rahim qiladi, xolis sizlarni azoblaydi. Seni ular, ya'ni kofirlarga mahi qilib avatganimiz yo'q. Parvardigoring osmonlardagi, zamindagi bandlarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Davudga zaburni ato qildik. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan baloni ko'tarib etishmi va
uni boshqalarga yo'tkab qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qildiganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigorga yaqin bo'lishini tilaydi. Ularning orasida Parvardigorga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Parvardigorning rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqadi. Parvardigoringning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allohga osiylik qilgan qandoq bir shahr bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu Lavhul Mahfuzda tutilib ketgan hukmdir. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizlarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizlarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tishi tugini ro'shan mo'jiz qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizlarni faqat bandalarni qo'rqitish uchunla avatimiz. O'z vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq bildiganligini aytdik. Biz sana Maraj kechisi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinab qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texnik kuchaytirdi. O'z vaqtida biz farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis, sen laydan yaratqaniga sajda qilamdiman dedi. İblis, menga aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumu? Agar menga qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tub yildizidan qurtib etaman. Ya'ni ularni xolgancha yetalayman dedi. Allah İblisga aytdi. Barg'in, sana muhlat berdim. Ulardan, ya'ni odam bolalaridan kimki sana agishadigan jahannam sana va ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'atiladiganligi odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Otliq va piyoda qo'shuning bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga, bolalariga sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigoring haqiqatan moy bo'lishga yetarlikdir. Parvardigoringlar sizlarni faslni, ya'ni fasldan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb kemalarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. U haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Sizlar dengizda biror ofat yo'liqqan chig'inlarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohda keladi. Ya'ni inson muntaq chog'da Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Alloh sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, omon eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holtinglarga qaytisizlar. İnsan kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulganinglar bilan Alloh sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar. Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inlarda qora bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, anda sizlarga bizdan o'ch elib beradigan hech ahadi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar. Shak shubsizki, biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik. Dengizda kemalarga chiqardik. Ularni shirin yemaklar bilan rizqlantirdik. Ularni maxluqotlarimizning nuridan ustun qildik. Biz hamma odamni ularning nomi, amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Nomi, amali o'ng qo'lidan berilganlar o'zlarining nom amalini o'qiydi.
ularga qilcha zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratdami ko'r va teqimi gumroh bo'ladi. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftira qildirishga tas qoldi. Ularning ko'ngildagidek qilganingda, albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haqda turishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga moyil bo'lib ketgili haqiqatan tas qolgan eding. Agar shunday qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda asli azob bergan bo'ladi. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Yahudilar seni Madina zimindan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa tas qoldi. Shundoq bo'lganda sen chiqib ketgandan keyin ular ozgina vaqt tura oladi. Ya'ni ozgina vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu sendan ilgari biz avatgan payg'ambarlarimizning tutgan yo'lidir. Ya'ni payg'ambarlarni orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Ey Muhammad, kun qayrılgan vaqtdan tartib, qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigan. Zahat bu yerda peshin, asr, sham, xubdan namozlari ko'zda tutildi. Bomdod namozni o'qigan. Kunduzning va kechaning farishlari cho'qim bomdod namozda hozir bo'ladi. Sana nafla ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ongan. Ey Muhammad, Parvardigoringning seni madihlanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi muhaqqatdir. Parvardigorim, meni qabrimga o'ngishli kirgizgin. Qabrimdan o'ngishliq chiqargin. Menga dargohingdan haqiqiy yordam beradigan quvvat ato qilgin degan. Haqiqat, ya'ni islom keldi. Botil, ya'ni kufr yo'qoldi. Botil haqiqatan o'ngay yo'qoldi degan. Biz mo'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nazil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri tehim oshadi. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Parvardigorining ibodatidan yuz o'riydi. Cho'ngchilik qilib Parvardigoridan yiroqlashadi. Uningga biror ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan mayuslanib ketadi. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashadi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Agar biz xohlasak, sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va mushaflardan ko'tarib yetadi. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi chiqqandek mohiy topolmaydi. Faqat Parvardigorim rahmat qilish yuzidan uni ko'tarib etmadi. Allohning marhamati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'qishini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'qishini maydonga keltirolmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli masalalarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan faktlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etiltirib chiqarmaguncha, sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xurmaliq, talliq va o'tirisidan o'stanlar eqib turadigan bir beg'im bo'lsin. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarligingga guvohchi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin. Yoki sen shot bilan osmonga chiqqin. Toki Alloh tarafidan sening uning bandasi va payg'ambar ekanliging yozilgan, biz o'qiy oladigan bir kitobni elib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz." Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh baxtur,
Мен faqat bir payg'ambar insonman. Allohning izni bo'lmasa, hech odam biror mo'jiza keltirolmaydi. Ular, ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammad, ularga aytqinki, mubodo ziminda, ya'ni zimin ahlidek men yuradigan, o'ltiroqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushiradi. Ey Muhammad, aytqinki, Allah men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Allah haqiqatan bandlarning ahvolini bilib turguchidir, ko'rib turguchidir. Kimki Allah hidoyat qilgan ekan, Allah gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texmu yalqinchitimiz. Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari va chirigan sumak va to'piga aylanganimizdan keyin rastlab qaytadan tirilib, yangidan odam bo'lamdi deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, zaminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yaratalaydiganligini ular bilmabdi. Allah ularning o'lishi va tirilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Kofirlar faqat kufr qilib unaydi. Agar Parvardigorimning rahmat xazinlari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishdan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. Inson bexil keladi degan. Biz Musoga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Musa Fir'avnga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musoga ulardan Isroil avlodini qo'yib etishni so'rag'in dedi. Fir'avn uningga: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman" dedi. Musa: "Ey Fir'avn, bular, ya'ni 9 mo'jizani faqat osmonlarning va zaminning Parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen gerçi tilingda iqror qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni, ey Fir'avn, haqiqatan halok bo'ladi deb o'ylayman" dedi. Fir'avn ularni Misr zamindan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Fir'avnni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Fir'avnni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminda turinglar, oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabringlardan mahshargohga kofirlar bilan mo'minlarni orlash ilib kelamiz dedi. Qur'onni biz haqiqat asosida nozil qildik. Qur'onmu haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xush xabar berguchi, ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga dona-dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Qur'on ishoninglar yoki ishonmanglar, mayli, chunki ishonishinglar uningga kamolat, ishonmasliginglar uningga nuqson kelib kelmaydi degan. Shubhasizki, Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chaqlarida ta'sirlanib, darhol sajdaga boradi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rindindi deydi. Ular yig'lagan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga teg'ammu tasarruf qiladi. Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahmon deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiroatni mushriklar anglab kelib sana aziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilan o'qimagin. Mo'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilan o'qimagin. Ularning orasida o'tir yo'l tutqin. Aytqinki, jimi hamda sana bolasi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sherigi bo'lmagan, g'arliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan
ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lagan. Sura Kahf Makkada nozil bo'lgan 110 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamd sana Allohga xosdirki, Alloh insonlarni o'z tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mo'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat berdiganligi bilan xush xabar berish uchun bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri, hech qanday qing'irliq, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mo'minlar jannatda mangu qoladi. Allohning bolasi bor deguchilarni ogohlantirdi. Ular va ularning ota-bobolari bu bo'htonlarda hech qanday ma'lumotga ega emas. Ularning og'izlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng. Ular faqat yolg'onni aytadi. Agar ular Qur'onga iymon etmasa, afsuslanib, ularning iymonidan yuz o'rganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. İnsanlarning qaysilarining amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun biz haqiqatan yer yuzidagi shaylarning hammasini yer yuzining zinnati qildik. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog', bino qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tub-tuz bayomonga aylantiramiz. Ashabul Kahfni va Raqim, ya'ni Ashabul Kahfning ismlari yozilgan taxtini bizning qudratimizni ko'rsatib beradigan alomatlarimiz ichidagi eng qiziqi deb qaradingmi? O'z vaqtida bir qancha yigit g'arni panojoy qilib oldi. Ular Parvardigorimiz bizga rahmat xazinlaridan ato qilgin. Bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgin dedi. Ularni biz g'arda uzun yillar o'qitib qo'ydik. Andın ikki guruh, ya'ni Ashabul Kahf ichidagi qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan ikki guruhdan qaysining qarda qanchalik uzoq turishganliklarini inchga hisoblay oladiganligini sinash uchun ularni uyg'otdik. Biz sana ularning hikoyasini rosti bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Parvardigorga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. Ularning dillarini, ya'ni irodasini mustahkam qildik. O'z vaqtida ular iymonsiz zolim podshoh oldida dast turib aytdi. Bizning Parvardigorimiz osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sherigi bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'liq yiroqlashgan bo'lamiz. Bizning qavmimiz Allohni qo'yib butlarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining ilohlarga ibodat qilishga tegishli ekanligiga nimishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni choplagan odamdan zolim kim bor? Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan butlaridan ayrilgan ekansizlar, g'arni panojoy qilinglar. Parvardigoringlar sizlarga keng rahmat qiladi. Alloh sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. Kun chiqqan chaqda ularning g'arning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun botgan chaqda ularning g'arning shimol tarafiga o'tib ketganligini ko'rsin. Ya'ni g'arning ishigi shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'arning ikki tarafiga tushib turdi. Alloh ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, botgandimi uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'arning o'tirsidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimki Alloh hidoyat qiladigan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdigan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stini hargizmi topolmaysan. Mubodo ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni uyg'oq deb o'ylaysan. Holbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning eti g'arning bo'sig'isiga ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta
ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib, cho'qim qashqan bo'latdim. Ularning uxlatqanimizdek g'arda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri, bu g'arda qancha uzoq turdinglar, dedi. Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliklarini Parvardigoringlar obdan biladi. Buni surishtirishning foydasi yo'q. Biz hozir osh, biringlarni buyuringlar. Bu tangalarni sharga ilib berib, kimning tamoqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib ilib kelsin. U sharga kirishda va tamoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. Agar shardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni challi kesak qilib o'ldirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Mundaqda hargizmi maqsadinglarga erisholmaysizlar. Ularni uxlatib uyg'otganimizdek, kishilarga Allohning qayta dirildirish to'g'risidagi va'dasining haqliqini va qiyomatning bo'lganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. O'z vaqtida ular Ashabul Kahf qabza ruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yeniga hech kishining kirmasligi uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning eshigiga bir tam etinglar, dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar, ya'ni podshoh va shahar katiboshlari g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishiga oldiga albatta bir masjid salayli, dedi. Ular, ya'ni payg'ambar alayhissalomning zamonidagi nasorlar. Ular, ya'ni Ashabul Kahf 3 bo'lib, 4-chisi ularning ihtidur deydi. Ba'zilar ular 5 bo'lib, 6-chisi ularning ihtidur deydi. Bu butunlay asossiz, qarsiq aytilgan so'zdir. Yana ba'zilar ular 7 bo'lib, 8-chisi ularning ihtidur deydi. Aytqanki, ularning sonini Parvardigorim obdan biladi. Undan boshqa ozgina kishilar biladi. Ular to'g'risida nasorlar bilan faqat yuzagina munozirlashgan, ya'ni bu haqda munozirlashuvchilarni tasdiqmo qilmaydigan, yolg'onmo chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'rmagan. Sen biror ishni qilmoqchi bo'lsang, ata u ishni cho'qim qilaman demay, Xudo xolisa degan so'zni qo'shib degan. Ya'ni Xudo xolisa qilaman degan. Xudo xolisa degan so'zni unutib qolsang, Parvardigoringni tilga olgin. Ya'ni Xudo xolisa ni esingga kelganda aytqin. Hamda Parvardigorimning meni buningdan yaqin to'g'ri yo'lga boshlashni, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degan. Ular o'z g'orida 309 yil turdi. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Alloh obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal. Allohning anglashi nima degan mukammal. Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. Ey Muhammad, sen Parvardigoringning kitobidan sana vahiy qilinganini o'qigin. Allohning so'zlarini hech kishi o'zgartirmaydi. Sen hargizmi Allohdan bo'lak iltijoga topolmaysan. Sen Parvardigoringning roziligini tilab, atigan oqshomda uningga ibodat qildiganlar, ya'ni ojiz, kambag'al musulmonlar bilan safarchan bo'lgan holda birga bo'lgan. Hayoti dunyoning zibu zinnatini, ya'ni mushriklarning cho'nqirining so'ktini deb ularni ko'zga ilmay qolmagan. Biz dilini zikrimizdan g'aflatda qoldirgan, nafsi xohishga agashgan, ishi haddidan oshgan odamning so'ziga agashmagan. Ey Muhammad, bu haq Qur'on Parvardigoringlar tarafidan nozil bo'ladi. Xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kofir bo'lsin degan. Biz haqiqatan kofirlar uchun tutun partlari ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik.
ular tashnaliqdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarini kuydirib yetadigan nihoyat qiziq suv berildi. Bu nima degan yomon sharob? Jahannam nima degan yomon joy? Iymonni etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Ani shular ostidan o'stanlar eqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramon bo'ladi. Jannatda ular oltin bilaguzuklarni soladi. Nefis va qalin ipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiyadi. Oltin va isil raxtlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'tiradi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Jannat nima degan go'zal joy? Ular, ya'ni kambag'allarni yeningdan qo'lga o'tishni talab qilgan kofirlarga mundaq biri mo'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga, biz atrofi xurmozorliq ikki bog'ning o'tirisi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Har ikkilisi kam kuchsiz, to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan eqib turadigan o'stanni barpo qildik. U, ya'ni bog' egasi, nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodariga faxrlanib, "Men sendan boy, odamlarim, ya'ni xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim seninkidan ko'p", dedi. U mo'min birodarini yetilab, beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' menga yo'qolmaydi. Men o'ylayman, shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Parvardigorimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. Uningga mo'min birodari munozirlashgan holda aytdi. Seni aslida tuproqdan, ondan obi ma'nidan yaratib, ondan seni ravruz inson qilgan zotni inkor qilamsan. Lekin men Parvardigorim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Parvardigorimga hech ahadni sherik keltirmayman. Sen beqinga kirgan chaqingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Sening qarshingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mu, umidki Parvardigorim menga sening beqingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Beqingga osmondan bir ofat yuzlandirish bilan beqing tüp-tüz qog'oz yerga aylanib qolg'ay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Uning mevalari, ya'ni beqi vayron bo'ldi. Tilining bidishlari yerga yiqildi. U boqqa sarf qilgan chiqimlariga hasrat chekib, ikki olqinni ovlig'ili turdi. Hamda u, "Men Parvardigorimga hech ahadni sherik keltirmasamchi", dedi. Uningga Allohdan boshqa yordam qiladigan, ya'ni uningdan bu baloni dafi qiladigan hech jamoa bo'lmadi. O'zigimi o'zi yordam qila olmadi, ya'ni baloni o'zidan dafi qila olmadi. Bu yerda, ya'ni mundaq holatda madadkor bo'lish faqat barhaq Allohga xosdir. Alloh o'ziga iymon etquchilarga dunyo va oxiratda yaxshi mukofot berguchidir. Uningga yo'langan va uni umid qilganlarning oqibatini yaxshi qilguchidir. Ey Muhammad, ularga, ya'ni kishilarga dunyo tirikchiligi haqida mundaq misolni keltirgin. U shuningga o'xshaydiki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib, buluq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Alloh har narsaga qodirdir. Mollar va bolalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Boqiy qoladigan yaxshi amallarning savobi va Parvardigoringning nazarida texim yaxshidir. Umid texim cho'ngdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni o'choq tüp-tüz ko'rsan, ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni hamshargohga yig'amiz. Ulardan bir kishini
qoldirib qo'ymaymiz. Ular, ya'ni jimi haloyiq sap-sap bo'lishib, Parvardigorimga to'g'rilindi. Kofirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin tirilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Kishilarning nomi amali o'ttirg'a qo'yildi. Gunohkorlarning uningdagi xotirlardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular, voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi deydi. Ular qilgan atganlarining hammasining nomi amalga xotirlanganligini ko'rdi. Parvardigoring hech odamga zulm qilmaydi. O'z vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdən başqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. Şun u Parvardigarning itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar. Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal. Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon. Ular, ya'ni shaytonlarga osmonlarning va zaminning yaratilishini, ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni, ozurg'uvchilarni yordamchi qilib olganim yo'q. Shu kunda Alloh ularga aytadi: "Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganlarni chaqiringlar." Ular chaqirdi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'tilmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. Gunohkorlar do'zaxni ko'rib, uningga kirdiganligiga jazm qiladi. Do'zaxdan qochadigan joy topolmaydi. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. Inson ko'pda talash qiladi, ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. İnsanlarga hidoyat kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Parvardigoridan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishini kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etuvchilarga xushxabar berguvchi, osiylik qiluvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kofirlar payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchi qilib oldi. Parvardigorining oyatlari bilan fan-nasihat qilingan u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi? Shubhasizki, biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardlarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsak, ular hargiz hidoyat topmaydi. Yana ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsak, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Parvardigoring nihoyatda mag'firat qilguvchidir va rahim qilguvchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohgoh topolmaydi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Salih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tgangi ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. O'z vaqtida Musa yosh xodimiga, ya'ni Yushay ibn Nunga ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetmaguncha menishimni to'xtatmayman. Shu joyga yetganga qadar uzoqcha meni berman dedi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi. Beliq daryoga yo'l elib kirib ketdi. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda
Musa yosh xodimga "Atdiganlik tamoqimizni elib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik" dedi. Yosh xodim, biz cho'ng tosh ostida aram elayotganda yuz bergan ishdan, ya'ni pishirilgan beliqning tirilib, sivatdan sakrab chiqib, daryoga kirib ketganligidan iborat qiziq ishdan xabaring bormi? Men rost beliqni unutibdiman. Beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unutildiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi, dedi. Musa, bizning istaydiganimiz dal mushu edi, dedi-da, ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. U ikkisi beliqning unutgan cho'ng toshning yanida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmiy g'aybni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. Musa uningga "Alloh sana bildirgan to'g'ri ilmni menga o'rgatishing uchun sana agishaymi, ya'ni suhbatingda bo'laymi?" dedi. U aytdi: "Sen men bilan birga bo'lishga sabr taqat qilib turolmaysan. Sen cho'nqur to'nib yetmagan, ya'ni qarmoqi yomon, ammo mohiyatini sen tushunmagan ishqa qandoqmi sabr taqat qilib tura olaysan?" Musa aytdi: "Alloh xolisa meni sabr qilg'uchi ko'rsan, sening buyrug'ingga xiloflik qilmayman." Xizr aytdi: "Agar sen menga agatsang, yo'liqqan ish to'g'risida men uni sana so'zlab bergicha uningdan so'rama, ya'ni o'zim so'zlab bermagicha qilgan ishlarimdan so'rama." Shuning bilan u ikkisi birlikda minib kelib bir kemaga chiqishdi. Xizr kemani teshivatdi, ya'ni kemaning bir taxtasini sug'urvatdi. Musa uningga "Kemdagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemani tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding", dedi. Xizr: "Sen haqiqatan men bilan bilib bo'lishga sabr taqat qilib turolmaysan, demadimmi?" dedi. Musa aytdi: "Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan bilib bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma." U ikkisi yana birlikda mongdi. Ular bir bolni uchratdi. Xizr uni o'ldirib qo'ydi. Musa: "Sen bir begunoh jonni nahaq o'ldirding. Sen haqiqatan yovuz ishni qilding", dedi. Kitob o'qish munbiri avlodlar torbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.